Biz maktab jamoasi bo'lib, har bir o'quvchining xavfsiz, mehribon va sog'lom muhitda ta'lim olishini ustuvor vazifa deb bilamiz. Zo'ravonlikka qarshi kurash bizning kundalik ishimizning ajralmas qismidir. Решение сложных ситуаций без насилия – это лучший пример для молодого поколения. Мы ответственны за их поддержку и обязаны указать им правильный путь. Ayollar va qizlar xavfsizligi jamiyat taraqqiyotining mezonidir. Biz har qanday tazyiq va zo'ravonlikning oldini olishga faol ishtirok etamiz. Zo'ravonlikning oldini olish faqat tartibga chaqirish emas, balki mehr va qo'llab-quvvatlash orqali amalga oshiriladi. Har bir bola tushunilish va hurmatga loyiq. Zo'ravonliksiz jamiyat qurish o'zimizni qo'limizda. Birgalikda biz siz bilan mustahkam va kuchli jamiyat quramiz. Farzandlarimizning tinch va bexavotir tarbiyasi har bir ota-onaning orzusi. Biz zo'ravonlikka qarshi yagona jamoat sifatida harakat qilamiz. Resolving problematic situations without violence is the best example for children. We are responsible for supporting them and guiding them in the right direction.